Ko'pchilikning xabari bo'lmagan Oqtoshdagi oilaviy kelib maza qilib dam oladigan joyni ko'rsataman. Joyga lekin gap bo'lishi mumkin emas ekan. Hamma yoq daraxtzor, o'rmon, qushlar sayrab turibdi. Pastda kichkinagina soychasi ham oqib turgan ekan. Ertalabdan kechgacha Tapchanda dam olish 800 ming so'm ekan. To'xtanglar, qimmat deyishga shoshmanglar. Hozir men buni ichiga nimalar kirishini sizlarga sanab beraman. 8-10 ta odam ketadigan Tapchan, xuddi shuncha odamga yetadigan choynak pela naburlari. Undan tashqari kattalarga alohida basseyn, yosh bolalarga alohida basseyn kiradi. Ertalabdan kechgacha bemalol cho'milsanglar bo'ladi. Ovqat qilishingizga mana qo'rasi bor, qozon o'choqlari bor. Kelgancha qo'lingizni idishda yuvayotganda sovuq suvga urmasligingiz uchun ariston qo'yishgan ekan. Issiq suv, sovuq suv ichar ekan. Agar ko'pchilik bo'lsanglar, alohida yopiq o'zini tapchanligi bor ekan. Bu joyga 30 kishi sig'ar ekan. Narxi 2 million 400. Endi shuncha ovqat yeb suv ichgandan keyin bu siz ilojisi yo'q. Erkaklarga alohida, ayollarga alohida hojatxonasi ham bor ekan. Balki 800 ming hozir ko'pchilikga og'irlik qilishi mumkindir, lekin bu joyi plusi, atmosferasi, havoni tozaligi, keyin oila bilan chiqsangiz, atrof jimjit, hech kim xalaqit qilmaydi. Bu joy Oqtoshda joylashgan. Kelmoqchi bo'lganlarga lokatsiyasi Telegram kanalida.